Rishtonimizda qoq sentrida bunaqangi sentr joy boshqa qaytib chiqmasa kerak. Isrohol bog'imizdan kirganingizda ushbu qurilishi tugallanmagan to'rt sotixdan umumiy yer maydonlari zdaniyalari bitmagan qurilish zdaniyalarimiz 12 ga 20 metr, pastida ham 3 metrlik balandlikdagi qurilishi tugallanmagan binoyimiz sotuvga qo'yilibdi. Qiziqqanlar, xususiy biznes markazi ochadiganlar, klinika ochadiganlar, premium restoran ochaman deganlar qanisizlar. Orqada ham bir sotikdan oshiq bo'sh joyi bor ekan. Premium restoran qilaman degan uchun orqada bir sotikdan oshiq joyi ham bor ekan. Bu yerda kuxnya qilib qo'ysangiz bo'ladi-ku. Umumiy 2 qavat, ikkinchi qavatini hali bitirishmagan, ko'rishinglar mumkin. Ikkinchi qavatiga ham zapaska plitalarini olib kelib qo'yib qo'yishgan. Qiziqqanlar egalarni past raqamlarini qoldirib ketyapmiz. Bunaqangi sentralniy joylar hadib chiqarmaydi. Egalari narxini 70 ming, 80 ming dollar qo'yamiz. Sotib bering, reklamaga qo'yib bering deyishdi. Keling aka, shu yeringiz sotilib ketsin. Kimdir biznes markazi ochishi mumkin, kimdir klinika ochaman deganlar, doktorlar qanisizlar. Bunaqangi sentr joy hadib chiqarmaydi. O'zingiz pulingizga olib, o'zingizga qilsangiz ertaga palon pul joyda arenda to'lab ishlayapsiz-da. Mana sizlar uchun zo'r joy chiqdi. Narxi 61.500. Ulgurib qolinglar, bunaqa narx har doim bo'la olmaydi.